Assalomu alaykum hurmatli qishloq xo'jalik xodimlari. Mana ko'rib turganingizdek, shtangil apalonlarimiz to'xtabdi. Bular beu ishlangan holatda. Ana hammasini rasm oling. Bular ham oling. Tak, bularning narxi turlicha. Motori yog'i bor, shtangili bilan apalonning komplektini beramiz, motori yo'q faqat. Motor. Ha, ular 5 million beramiz. O'zlaringiz remont Bochka, rama, shtangil 5 million. 800 talik, 600 talik Hammasidan bor. apalonlar hammasidan bor. Motori bori 7 million beramiz. Ha, bu nasosi bor. Shtangil apalon. O'zingiz remont qilasiz. Remont talab. Remont talab apalon shtangilli apparatlar. İşlatib bering desangiz, yo'ra kelib usta to'xtab ko'rib olasiz, ishlatib beramiz 10 million. Sotayapmiz. Mana ko'rib turganingizdek ovuxelarimiz bor. Bular ham ishlangan holatda, ishlangan bular. Bochkalari ham bor, o'zlari ham bor. Kelib ko'rib olasiz bochkasini, ovuxelari komplet olasiz, 5 milliondan beramiz. O'zlaringiz remont qilasiz. Remont qilib bersangiz-chi? Remont qilib bersak 20 million. Ha, komplet ichida. İşlatib komplet etib beramiz. O'zimiz ishlatib 20 millionga sotamiz. Sotilyapti mana ovuxelar. Ana hamma narsasi bor. Tortqilar. Rasplash holatda. Apalon shtangilli apparatlarimiz mana yo'mkislari bor, bochkalari bor. Turkiyaniki 3,5 million, Toshkentdan chiqqani bor 2,5 million. Mana yangi bular. Nechta litrlik? Masalan, singan yo'mkislar bo'lsa, mana yangilardan olib qo'yish. Bular 600 litrlik. 6 litr hajmda suv oladi. Hajmda suv oladi. Ha, yozuv ham bor ekan. Ha, 600 litr. Bo'ldi. Mana ko'rib turganingizdek bu oshu apparati. Bog'lari defoliatsiya qiladi. Ishlatib beramiz. Oltin gugurt purkiydi. Oltin gugurt purkitgan apparat bu. Mana qapoqlari. Qapoqlari. Kardani qayerdan unda? Kardani ham bor hozir bular. Ishlatib shu yerda oladigan bo'lsa, bular 10 million narxi. Bog' uchun bular. Ha, 10 million. Oltin gugurt sepadi. Oshu apparati. Mana bu yerda ovuq apparatimiz bor. İşlatilgan bular. Beu hisoblanadi. Komplet. Komplet. Ta'mirlash kerak, ozgina mehr berish kerak bunga. 5 million bu. 5 million. Mana ishlab turgan ovuq apparatimiz bor. Yaxshi sostoyanda. Lekin ishlar hammasi bormi? Hammasi bor, ishlaydi. Apparat kardonlari ham bor. Bor ekan, kardoni bor. Hammasi tayyor holatda. 20 million buning narxi. Yil necha ekan? 2008-yil ekan. Ha, buni 20 million. Bunisi-chi? Mana bu yerda yangi ovuq apparatimiz bor. Ishlatilmagan. Komplet bu, hamma narsasi bor. Ishlatilmagan. 45 million narxi. Kelishilgan holatda hamma texnikalar. Mayli ustoz, rahmat e'tiboringiz uchun. Ishlaringiz omonda Yaxshi, sog' bo'linglar. Uchrashguncha. Yaxshi.